Agar sizni tishingizdagi muammo farzandlaringizda bo'lishini xohlamasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Nega O'zbekistonda 30 yoshdan yuqori bo'lgan aholi sonida tishsizlik muammosi juda ko'p? Sababi oldinlari televideniyada stomatologiyani ham yomon qilib psixologik travma qilib olib kelishgan. Masalan, eng mashhur bo'lgan Mr. Bean filmida ham stomatologiya kadrini ham yomon qilib, qo'rqinchli qilib ko'rsatib qo'ygan. Stomatologga kelmagan odam ham u filmlarni ko'rib qo'rqib qolgan. Shunga o'xshash travmalarda insonlar stomatologga umrini oxirigacha borishdan qo'rqqan. Va 30 yoshdan keyin tishlarning ahvoli juda yomon bo'lib ketgan, sababi stomatolog ko'rigiga vaqtida kelmagan. Shuning natijasida tishlarda karies, milklarda parodontoz va tishlarning yo'qotilishining hisobiga qandaydir koronkalar, implantlarning qo'yilishiga majbur bo'linadi. Bizning farzandlarimizga bunaqa muammolar bo'lmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak? Bog'cha va maktab yoshidagi bolalar har 2-3 oyda stomatolog ko'rigiga kelib tursa, shunda stomatologiya madaniyatini o'rganib, ular karies va karies осложнениялari bo'lmasligi uchun vrach ko'rigida o'shani me'yorida vaqtida davolatib turishadi. Va buning natijasida ularda stomatologga bo'lgan qo'rquv yo'qoladi va keyinchalik bemalol stomatologga murojaat qilishaveradi.